Bismillahirrahmanirrahim. Juha akiluni samak. Juho balig'ini yeyapti, yeyuvchi. Aada Juha min amalihi. Juho ishidan qaytdi va qaytish asnosida bozorning oldidan o'tdi va baliq sotuvchisini ko'rdi. Katta baliqni taklif qilayotgan edi. Taklif qilayotgan holdagi bir baliqni sotuvchisini ko'rdi. Sotuvga toyib. Fashtaha an yakula samakan. Bir baliqni yeyishni xohladi va o'zini o'sha kashlogidagi puldan bo'lgan narsani chiqardi. Va talaba min al-ba'i'i an yu'tiyahu biha samakan. Va sotuvchidan unga uni evaziga, pullarni evaziga baliqni berishligini talab qildi. Hamala Juha samak. Juho baliqni ko'tarib oldi va zahaba ila baytihi fi surur. Xursand bo'lib uyga ketdi. Va ayoliga aytdiki, fazzari deb kirib kelibdi uyga. Maza ahmilu ma'i, o'zim bilan birga nima olib kelyapman deb shunaqa ayoliga aytib kirib kelibdi. Qolat la adri. U ayol aytdiki, men bilmayman. U mevadan bir turmi dedi. Mevadan bir tur, biron bir meva bo'lsa kerak debdi ayol. Faqtarabat minhu fashammat raihata as-samak. U ayol o'sha Juhoga yaqinlashibdi va shammat dotdi. Shammat yashum degani hidlamoq. Sha'ama yash'am emas, ya'ni giriftor bo'lmoq ma'nosida emas. Baliqni hidini hidladi. Faqalat fi sa'adatin ghamira, juda ham baxtli bir holda aytdiki, baxtli bo'lib, hal yakhfa anni shay'un mislu hada, buni misli, ya'ni biron narsa, mana shunga o'xshagan biron narsa mendan maxfi bo'ladimi? Albatta u men yaxshi ko'radigan baliq-ku dedi. Juho aytdiki, laqad dafa'tu kullama ma'i min an-nuqud muqabila hada as-samak al-laziz. Men o'zim bilan birga puldan bo'lgan narsani barchasini to'ladim. Mana shu shirin baliqni muqobiliga, evaziga. Qani hayya. Qani pishirchi, anaqa taomni pishirishga shoshil. Lekin ana shundan avval a'iddi li ba'd al-ma'in fil hammam. Hammomda ba'zi bir suvni ozgina suvni menga tayyorlab ber dedi. Addati az-zawjatu al-ma'a bil hammam. Ayol suvni tayyorlab berdi hammomda va Juhoga aytdiki, sen o'sha cho'milishni tugatganingda men bo'laman. Men qad a'dattu laka ta'ama samak. Baliq taomini senga tayyorlagan bo'laman. Hattoki qola Juha aytdiki, yomon ko'rib emas, böyle xubsiz yomon ko'ribdi. Men ana shuni bilaman, chunki sen menga o'xshab baliqni yeyishni yaxshi ko'rasan debdi. Ra'ati az-zawjatu as-samaka al-kabir. Ayol katta baliqni ko'rdi va uni so'laga olib ketdi va rohat tunazzifu, uni tozalay boshladi. Holbuki u bir xiyla borasida fikr yuritib turardi. O'sha xiyla bilan nima u yolg'iz o'sha baliqni yeyish bilan g'alaba qozonish uchun. Vantaha Juha min al-istihmam. Juho cho'milishini tugatdi va chiqdi va aytdiki, taom qayerda ey aziz ayolim? Hayya asri'i bih, qani shoshilchi uni olib kelchi dedi. Faqalat zawjatuhu, uni ayoli shoshilgan holda aytdi. Araka kharajta min al-hammam mut'aban ya Juha. Ey Juho, men seni hammomdan charchab chiqqaningni ko'ryapman dedi. Va Juho aytdiki, atarayna dalik, ana shunday ko'ryapsanmi? Ana la ash'uru bi ayyi ta'ab, men shunaqangi bir og'riqni charchoqni sezmayapman. Illoyinki och ekanligimdan tashqari. Faqalat az-zawja, ayol aytdiki, amami qalil min al-vaqt, men oldimda ozginagina vaqt qoldi. Taom tayyor bo'lishi uchun dedi. Juho aytdiki, men bu yerda kutib turaman bo'lmasam dedi. Ayol aytdiki, nima uchun dam olmaysan? Bor ozgina uxlab ol dedi. Va
qola aytdiki, hattoki taom tayyor bo'lgunga qadar. Va Juho aytdiki, la bas, hech qisi yo'q, men ozgina uxlab olaman, qani aytganingdek deb uxlab yuboribdi. Va Juho uxladi va uni ayoli baliqni xursand bo'lib yedi, hattoki to'ydi va ana shu baliqdan ozginagina qoldi. So'ngra turdi, nahadat. Tunaffizu hilata, o'z hiylasini amalga oshirib. Ya'ni baliqdan qolgan narsani oldi va u bilan Juhoni mo'ylovini anaqa nima dog' qilib tekkizdi. Va lihyatahu, uni nima anaqasiga ham, soqoliga ham, va uni ko'kragiga ham, va qo'llariga ham. Va ahdaratil maidati bi jibari firashihi, o'zini to'shagini oldida, o'sha Juhoni to'shagini oldiga nima qildi? Dasturxonni hozirladi. Va nasarat alayhi ba'da qita'il xubzi va samak, baliq, nonni bo'laklarini ba'zisini uni ustiga qo'yib qo'ydi, sepib qo'ydi. Va indama istayqaza Juho uyqudan uyg'onganda o'z ayolini chaqirdi. Aytgan holda, taom qayerda? Qani olib kelchi bu yoqqa dedi. Keyin uni ayoli aytdiki, dahshatga tushib, voy, sen nima ikkinchi marotaba yemoqchimisan dedi. Keyin Juho aytdiki, dahshat lol qolib, men umuman yeganim yo'q. Va ayol aytdiki, sen inkor etasanmi sen baliqni yegan ekanligingni? Mana qo'ling, soqoling, mo'yloving nima qodog'ariqot botgan-ku, o'sha ovqat ko'pligidan qo'ling botib qolibdi-ku, unaqaga dedi. Va indama ayana Juho ana shuni ko'rgan paytda o'yladiki, u yegan ekanligi va unutgan. So'ngra aytdiki, men hal nimtu duna naghsil, qo'llarimni yumasdan uxladimmi? Ma ra'aytu samakan alazza min hada, mana shu baliqdan-da shirinrog'ini ko'rmadim, Allohga qasam. So'ngra turdi, qo'llarini yuvdi va uyquga qaytdi.